Telegram kanalimga qo'yishimni istasangiz, shu videoga hozirroq 100 ta obuna va 50 ta komment va 500 ta like yig'ib bersangizlar, mayli keyin Telegram kanalimga qo'yib, mana bunaqa qandaydir kuchli modlar yuklab siz o'zim konturga har xilcha bunday modlar mana men sizga o'ynatib ko'rsatmoqchiman. Chunki bu modlar ko'p telefonlarga ham pul uradi, faqat qotib qolishi mumkin. Telefoningiz kuchli, ya'ni 32 dan 32 gigabayt yoki 64 bo'lishi kerak. Mana Delta 4G ga ulanib ko'raman. Mana ularni ko'rdim Delta 4G. Mana o'zi o'ynayotgan ekan, birga bir chiqib o'tgan ekan. Shu Delta 4G bilan bugun men masalan o'yinda ko'ryapman. Zo'r. Bo'ldi, qilaman. Ay, o'ldirib qo'ydi. Men hech narsa qilmaydi, u 28 ekan. Men sinagandan oldin o'tgan ko'p marta o'ldirib chiqdi. Unga aytmaysan, qo'yib beramiz. Men mutlaqim kiydirdim. Butun mod bor, o'zlaringiz tekshirib sinovdan o'tkazib olasiz. Lekin bir xil hamma modni yoqib taylamang. O'zim telefoningiz qotib qolishi mumkin. Shuning uchun 3-4 ta modni sangiz zarar qilmaydi. Xo'sh, hozir men 4G Delta bilan o'ynab kayfiyatlar chotki. Qatdan qo'ydi. Voy, jarang. O demak shu yerda turar ekan. Bu bilmez. Neydi? Baribir qo'yibdi. Demak, unda qanday nimadir rejalashtirib qo'yibdi yoki avvaldan men agar men juda kuchli chetlarni yo'qib qoladi. Pichog'ini oppoq qilib yo'g'on qaranglar. Ha, mayli. Las demek iş her yerden kutub bular ekan. Hozir kalima nima reja keldi deb o'ylasanglar, men bot rejasi. Mana ko'ryapsiz. Vaza qildim. O'yinlikun uzunlik ketdi. Chunki men unga qo'shimcha programma berib yubordim. Juda katta settings servisini berib yubordim. Xullas, modlar mana shu narsalardan iborat edi. Sizga menimcha mod yoqdi va agar shu videoga aytganimdek 100 ta obuna olib kelasizlar va 50 ta kommentga mana bunday deb yozasizlar. Mana shuni Telegram kanalingizga tezroq joylang, biz ham ko'ramiz, yuklab mazza qilib o'ynaylik deganlar shu videoga like bosib qo'yamiz. 500 ta like hech narsa emas, to'g'rimi? Mayli, men videoni to'xtatayin.